Barcha salom obunachilar, bugun sizlar bilan yana shaxsman obunachilar ko'rib turganingizdek mana biz har doimgidek o'zimizdan 13-qishloqda turibmiz va mana bu qizil aylanani ko'rib turganingizlar. Bu nima uchun deydiganlar bo'lsa, ha videoni previewsidan yoki nomidan kirganlar bo'lsa biladi. Biz qisqasi hozir mana bu yerda yashaydigan ajoyib g'aroyib do'stimiz, ya'ni mana bu yerda ish qilyapti, mana nimadirlar ovqatlar qilyapti shekilli. Okey, xo'sh. Qisqasi mana shu aylanani ichiga nimani sig'dirsa, короче, sig'guncha bir qo'lidan kelguncha narsa mana shu yerga sig'dirsa, men unga sotib olib beraman. Oy, shaxsiy sani puling yo'q-ku deydiganlar bo'lsa, yo'q, obunachilar, bizning pulimiz yetarli va bu yerda ham pulimiz bor. Va obunachilar, hozir men sizlarga ko'rsatib olay. Mana bu yerda ham ko'rsatadigan narsalar bor, obunachilar. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Hozir mana bu yerlarda edi adashmasam, hozir to'xtanglar. Opa, ajoyib mana. Bu yerda pul bor. Ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ham zo'r ajoyib, juda ham ko'p pala pul bor. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu pullarning barchasi menga tegishli. Anchadan beri bu pullarni yig'ib kelgandim. Okey, mayli, hozir bu pullarga e'tibor bermaymiz. Biz hozir Nikoni chaqiramiz deb shartni tushuntirib beramiz. Oho, mana bu yerga nima bo'libdi ekan? Okey, mayli. Niko, shu yerdamisiz? Davay tez chiqing-da. Tez. Kim? Niko, nima gap, yaxshimisiz? O, shaqiz yaxshimisiz? Yaxshi, tuzumman. Bu yoqqa keling, bu yoqqa keling. Mana bu yerga qaraysiz. Bu nima uchun ekan? Bir o'ylab ko'ring-chi, nima uchun bu? Bilmadim nima uchun, survival qilish uchunmi ichida? Yo'q, survival uchun emas. Yana bitta taxmin qilib aytaman. Yo'q, topolmadim. Mayli, topolmagan bo'lsangiz ham mayli aytaman. Qisqasi siz mana shu qizil aylanani ichiga, yo'qolsan, ket. Qizil aylanani ichiga siz qancha narsa sig'dirsangiz, короче, ayrim youtuberlarning videolaridan ko'rgan bo'lsangiz kerak, короче, o'sha sig'dirsangiz men sizga sotib olib beraman. Sotib olib beraman narsalarni. Okey, olib kelaveraymi? Olib kelavering, davay, o'yin boshlandi, короче. Ketdi vaqt. Faqat borku 1 soatda, davay tezroq bo'ling. Telefonim qani hozir. Davay, bo'ling. Hozir nimadir zakaz qilsa kerak, bilmadim, lekin faqat 1 soatda. Agarda 1 soatdan 1 sekunddan o'tib ketsa, biz sotib olib bermaymiz-da. Bilasizlar. Okey. Yaxshimisiz? Plus 13-qishloqqa bitta televizor, bitta nima edi hozir? Bitta stol, keyin bitta video kamera, tak. Okey, zakaz qilaversin-chi, xo'p. O'zimiz ham kelavering, reklama qilgan narsalaringizni bitta ko'raman, keyin o'zingiz bilan surib ketamiz. Bo'pti, hozir kelavering. Ana, ketdi bola. Ana. Davay tezroq bo'ling, vaqtingiz ketyapti. 1 soat taym qiling. Hozir. Shu yerda kutib turing, hozir keladi. Bo'ldi. Obunachilarga qaranglar, biz yana o'zimizning 13-qishloq, shinamgina 13-qishloqqa kelganmiz. Juda ham zo'r narsalar, ayrim narsalar o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Bu narsalarni ham bir to'g'rilashimiz kerak. Lekin obunachilar juda ham zo'r, ajoyib. Ayrimlaringiz kommentariyada yozibsizlar, "Voy, 13-qishloqqa comeback qiling, zertib ketdi bu o'zingizda 7-qishloqingizdan" deganlar uchun biz 13-qishloqqa tashrif buyurdik obunachilar. Bu yer anchadan beri bir o'zgarib ketibdimi bilmadim. Mayli. Mana bu yerlar ham sinibdi ayrim derazalar. Qani bo'lmasa narsalarni olib kelaversin-chi, bo'lmasa keyingi videorolik ko'ramiz. Xo'sh, obunachilar, ko'rishingiz mumkin, oradan ancha vaqt o'tdi va nima desam bo'ladi, bir 10 minut vaqt qoldi. O'zi keldimi ekan, o'zi Niko qayerda ekan, Niko nima qilyapti ekan? Buncha narsani qaranglar, juda ham ko'p narsani. Kuryer brat turibdi ekan. Keldingizmi? Rahmat aka, bo'ldi. Shu narsalar kuryer brat ko'zlari chiroyliligini kuryer bratni. Okey. Oho, velosipedni qaranglar. Olib borish kerak. Oh my god. Men podderchka qilish yo'q. Yordam berish yo'q, o'zingiz qilishingiz kerak. Barcha narsani o'zingiz qilishingiz kerak. Jon ketar ekan-ku. Okey, normal. Davay, tezroq. Qana. Voy, uzr yo'ldan chiqdim. Uzr. Ya nima bo'ldi? Nima bu? Buni qaranglar, men tomlarga chiqib ketdim. Okey, mayli. Okey, da. Astag'firullah. Haydash bilmaydi, Niko nima uchun oldi buni o'zi? Haydash bilmasa. Qizil chiziqqa tegmasin. Bitta ham joyi tegmasligi kerak. Tegani yo'q. Ozginagina joyi ham tegmasligi kerak qizil chiziqqa. Oho, qaranglar. Bu nima uchun ekan? Oy.
Nima qilyapsiz? Ey, ehtiyot bo'ling, ey. Okey. Qani. Qani. Hoppa, qizil chiziqqa tiyapti. Qizil chiziqqa hozir siljib boradi. Tiyadi hozir. Tiymadi, okey. Uy, yana siljiyapti, Yana siljiyapti. Oho, tiymaganini qaranglar obunachilar, okey. Voy tegibdi-yu. Okey, tegani yo'q. Qarab turibman-ku men. Bu nima bu orqaga yurmaydi? Okey. Yurmay qoldi. Bo'ldi, teginmang, tegani Voy. yo'q-ku. Aniqmi? Ha, aniq, tegani yo'q, men o'zim aytyapman. Tegdi. Ha, okey. Tegma. Mana bular, mana Okey. bu, mana bu. Oho, mayli. Sizga Pabratskiy anaqa qilaymi? Yordam qilaymi sizga? Yordam. Qanaqa? Oz, yordam. Mana, yordam. Mana bu fotoga. Mana, yordam. Mana yordam. Mana sandiq mana. Sandiq ichiga tiqilgan narsalar. Oho, fotokamera qaranglar. Fotokamera chiroyliligini. Men kuryer bilan kutib qolish shekilli. Kuryer bilan. Oho, qaranglar narsalarni. Oho, shuncha narsa zakaz qilibdi borkim. Gap bo'lsin. Bo'ldi. Men telefon olib ketyapti-yu, men telefon. Mashina ham sig'adimi? Mashina bilmayman endi, mashina sig'masi kerak, mashina. Oy, mashina sig'maydi, mashina sig'maydi. Yo'q, mashina sig'maydi. 5 minut vaqtingiz qoldi. 5 minut. Okey, qani bu tomonga qaraylik. Bular yaxshimisiz, tuzimisiz? Nima bo'ldi? Oh my god, buni qaranglar, obunachilar, bunga borib ishonib bo'lmaydi haydash. Mayli. Voy, dalle. Aytgancha obunishlar bitta like, podpiska bosib qo'ysangiz seriyadan chiqmasin. Nima bo'ldi? Bu. Ay, men qaranglar, haydashni bilmaydi-da, haydash. Voy, men urib ketasiz hozir. Hozir. Mashina sig'maydi. Nima qilmoqchisiz o'zi kichkinagina joy bo'lsa. Bo'ldi, bu mashina menga bering, men o'zim sotib olaman o'zimga. Bo'ldi, menga qoladi bu mashina. Hop. Menda kompyuterlar ham bor edi, okey, mana. Men bu mashina balandroq ekan-ku, men. Mashina haydash bilmaydi-da, mashina haydash bilmaydi-da. Hoppa, ajoyib. Mana bo'lgani. Qani. Davay bo'ling. Ana. Bo'ldi, davay, qani. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, qani 1 tugadi. Tabriklaymiz. Ajoyib. Qani narsalarni tekshirib chiqaylik-da, tegibdimi? Okey. Mishka tegibdimikan mishka? Tomonlarga qaraymiz. Nima? Mishka tegibdimi? Bo'lishi mumkin emas. Mishka tegibdimi? Tegan yo'q. Okey. Tekshirishdi. Nima? Mana bu tegibdimi deymanda, mana bu. Mana bu tegibdimi deymanda, mana bu. Motosikl tegibdi. Motosikl teymabdi. Endi yamni tegib turibdi, obunachilar kommentariyada yozib qoldiringlar-da. Tegdi, hozir tegib turuvdi. Tushingda bitta. Siz tushing. Tegdi. Oh my god. Ya tegmadi, mayli. Okey. Keling, men sizga pullarni beraydi, men. Nima qilyapsiz? Voy. Bu bilan bir normal o'yin o'ynab bo'lmaydi, obunachilar qaranglar. Ana. Mayli. Tegmavdi o'zi, boshida ham tegmavdi men. Pullaringizni oling-da, kuryerga berib keling men pul. Pul yetmasa ayting, pul yetmasa bu o'zi bizning zaxiramiz bor. Pul yetmasa borib kelingchi. Qarang, tegmasa ham tegdi. Velosiped qaranglar. Ey, yordam. Oh my god, men qarang obunachilar. Hamma joyda rasvo qilinib boy. Niko? Velosiped qanaydir devoriga kirib ketib qoldi, bilmadim men o'zim nima bo'ldi. Voy. Qayerga ketyapsiz bularni? Tez yurishini. Nima qildim? Tekshiryapman, brakmasmi? Voy. Oh my god, bir normal haydash bilmayman-da. Normal, atak zo'r. Yo'qdi lekin, boru mashina. Bu mashina meniki, bu mashina men sotib oldim. Mashina, tez bering. Siz ana qizil aylanaga qilmadingiz, qo'ymadingiz, bilasizmi shuni? Davay. Mashina tez qo'ying joyiga. Oho, kuryerga shuncha pullarni beribdi bu kuryer bilan. Garchi obunachilar ko'rishinglar mumkin. Qisqasi biz Nikoga mana shunday ajoyib g'aroyib challenge berdim va challengedan o'tdimi yo'q?
qaranglar. Qaranglar. Mayli, Mayli, qoldi. Mayli, obunachilar. Bugun sizlar bilan yana shaxs bo'ldim. Kelasi videorolikda ko'rishguncha. Xayr, sog', salomat bo'linglar, qaranglar. Nimadir qiling mana, ey.